Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Demak, bugun biz sizlar bilan matematik o'yin, ya'ni matematikadan estafeta, bu yerga ikkita jamoa bir vaqtda o'ynash mumkin. Jamoalar nomini kiritamiz. Misol uchun, birinchi A sinfi va birinchi B sinflari o'rtasida bo'lsin. Bu yerda demak qiyinlik darajasini ham tanlash mumkin, ya'ni sinf necha sinfda o'qishdan kelib chiqib, misol uchun yuqori sinflar uchun qiyinroq daraja uchun bugun biz sizlar bilan mana birinchi sinflar uchun osonroq misollar ko'rib chiqamiz. O'yinni boshlashni bosamiz. Xo'p, boshlandi. 3 Xo'p, mana bu tarafga tortadi. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi B sinf g'olib bo'ldi deyapti. Buni yana qayta o'ynash tugmasini bosib qayta o'ynash mumkin. Va bu yerda o'zbek, rus, ingliz tillarini ham bemalol ishlatish mumkin. Qayta o'ynash tugmasini bosib yangi jamoalar nomini kiritamiz va yana boshlash tugmasini bosib boshlashimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Tez orada sayt nomini sizlar bilan bo'lishamiz.